Endi novvoylarga ham oson bo'lib ketdi. Mana shunaqa ego tandirlarni olib kelib qo'yishibdi. Eng qizig'i bu yerga kelib bularni ishlatib ko'rib, yoqsa olib ketsa bo'laveradi, to'g'rimi? Bemalol novvoyxonamiz bor. O'zlari novvoylar bilan, arzon unlar bilan kelsa ham bemalol yoqib tekshirib ko'rsa bo'ladi. Hamma sharoitni qilib beramiz. Hozir bu o'zingizlarning novvoyxonalar uchun ishlab turibdi, to'g'rimi? Doim ishlab turadi. Mana hozir qizitgan holati. Mana issiqligi. Faqat bugun juma bo'lgani uchun ishlatmay turishibdi, lekin qolgan kun har kun ishlatyapti. Har kun ishlaydi. Misol uchun bu hozir nechta non sig'adi o'rtacha bunga? Bunga 21 tadan ikkala nimasiga 42 ta sig'adi. Qanchada pishirib beradi? Rovna 10 minut yoki uzog'i bilan 12 minut. Ha, nonni razmeriga ham qaraydi, to'g'rimi? Nonni, razmer aytib ketay. 1.40 ga 68 dan 2 ta tortma. Nonni diametriga qarab chiqarsa bo'ladi. Bu g'ish, misol tandirda g'ishiga o'xshagan g'ish. Men bundan chiqqan nonni yeb ko'rdim. Tandir bilan bir xil. Umuman farq sezganim yo'q. Bu haligi maqtash uchun emas, prosta men xolis gapiryapman. Endi buni narxlarini ko'pchilik aytyapti, aka. Nech puldan boshlanadi narxi? Buni O'zbekiston bo'yicha hamma joyiga olib borib, o'rnatib, ishlatib beramiz, o'rgatib qo'yamiz. Qanaqa qilsa to'klarni kamaydi. Buni narxi 3,5 mingdan 10 ming dollargacha bor. 3,5 ming dollarlik budjetning varianti. Kichikroq. Hozir misol uchun buni siz tashqariga qo'yib qo'ygansiz, to'g'rimi? Kimda tashqarida joy yo'q. Podvalga olib chiqsa bo'ladimi, ishlatsa? Eshikdan siqsa xohlagan joyga qo'ysa bo'ladi. Bo'lmasa xohlagan joyga qo'ysa bo'ladi. Yomg'irga hamma yog'i bezopasniy ishlaveradi. Tutun chiqmaydi, akalar. Har safar alohida kutish shart emas, gaz yoqib yoki o'tin yoqib. Akalar imkoniyat ekanda, sababi yana buni o'zim tekshirib ko'rdim. Bu 20 kilovatlik bo'lsa, doimiy 20 kilovat rasvod qilmas ekanda. Bitta qizib olgandan keyin tushib. Mana hozir o'chdi, mana elektr rasvodi to'xtadi mana. Qizil yonyapti, mana qo'shdi. Mana shu rejimda ishlaydi. Gradusga chiqib bo'lgan. Bu o'chib, yonib ishlayveradi. Demak, rasvodi bitta qizitib olganlardan keyin tushib ketadi. Gap yo'q. Bu yerda non apparatlariga oid bo'lgan novvoylar uchun barcha texnikalar bor ekan. Birinchilarga akalar, mana shu non apparatlarimizni tushuntirib o'tmoqchimiz. Boshqa ko'rgan apparatlarga qaraganda buni qulaylari ko'p ekan. Uni G'iyosbek aka o'zi sizlarga ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Non apparatlarimiz barcha turlaridan bor. Bu 3 kilogacha bo'lgan nonlarni yasash uchun tepalari ham katta listdan bo'ladi, silindrlari ham katta bo'ladi. 3 ta klapan, hammasi alohida filtrlari bor. Hammasi alohida rejim bilan ishlaydi. Chekishlar birinchi ko'taradi, qoliplar bosib turadi. Katta patrlar ham bemalol yasasa bo'ladi. Diametri 35 sm gacha bo'lgan katta patrlarni bemalol yasaveradi. Doskalar shunga mo'ljallangan, hammasi. Nima sababdan bunaqa katta silindr qo'yiladi, sabab? Bu katta nonlarni, katta grammlarni bosish uchun, bularni keyin ko'tarish uchun ramasi alohida mana bunaqangi katta shivillerlardan tayyorlanadi. Kuchli bosim bo'ladi bu yerda, to'g'rimi? Hozir bu shunda 5 tali keyin aytib o'tdingiz-ku, sentrda o'zi topa oladi. Buni nima qulaylik bor? Nima sababdan bunaqa? Bu o'sha novvoylarga ish jarayonida tochka eng asosiy muammo shu tochkasi yo'qolib ketishda, sentrlarni topa olmay qoladi. Shuning uchun biz o'shani bartaraf qilganmiz. Ish jarayonida o'zini-o'zi har 5 ta kurugda o'zini-o'zi legrofka qilib sentrni yangilab turadi. Shuning uchun bu yillar davomida apparat yoqib qo'ysangiz ham sentr qochmaydi. O'zini-o'zi avtomatik topib oladi. O'chirib yoqish shart emas, sentr topish. Yo'q, o'zi ish jarayonida topib ketadi. Millimetr zazor qochsa ham o'zini nolga olib oladi. Har 5 ta aylanganda o'zi to'g'rilab olaveradi. To'g'ri, misol uchun har safar aylanaverganda 1 sm qochib sentr yo'qolib qoladi. Buni ish jarayonida o'zi har 5 ta non yasagandan keyin yangilab oladi. Buni hozir ko'rsatib o'tamiz. Buni nech pul qilib berasiz bu apparatni? Komplekt. Buni komplektda 1600 qilib beramiz. Nima sababdan bunchalik qimmat? Bunga yana komplektida nima bor? Buni komplektida mana bunaqangi bitta press bosma bo'ladi. Bundan, Zuvalarni katta pachoqlab berish uchun. Keyin bitta qolib, bitta chekich bo'ladi. Kompressorchi. Kompressor ham bo'ladi. 5 shumlik katta o'ziga mos, o'zini ko'taradigan katta kompressor bo'ladi. Tushunarli. Bunisi nima afzallik bo'ladi? Bunisi shu 100 grammdan boshlab 2 kilogacha non yasash uchun apparatlar bular. Bu 3 kilogacha edi. Bu 3 kilogacha. Bu Buni tochkasini muhim emas, 6 ta 5 talik qilib beraveramiz. Qancha tochkaning soni kam bo'lsa, 35 sm diametr kattalashadi. Bir-birini ustiga zuvalar bosib qolmasligi uchun. Bu ham mana shiviller ramadan bo'ladi, profil emas. Bunga ham katta silindr qo'yganmiz. Uchovini alohida boshqarish uchun klapanlari, uchalasiga filtr, bosimda har xil legrovkada anaqa moslash uchun qilingan. Misol buni xamirda yoyayotganda chekich alohida o'zi tushib chiqaveradi. Xuddi shunaqa alohida ko'taradi. Chekishda ham masalan davleniyasini o'ziga moslab qo'ysa bo'ladi. Yorug'lar ular sifatga ishlangan, to'g'rimi? Hammasi sifatli. Qoliplarning sifatiga e'tibor beringlar. Hamma joyi bilesh berib turibdi. Qolipga ko'p narsa bog'liq. To'g'ri. Qolip o'sha biz yaxshi chiqish uchun hammasini tekshirib, ishlatib, ko'rib, tekshirib beramiz hammasini. Tushunarli. Buni necha pul qilib berasiz? Buni narxini standart 1200 dan qilib beramiz. Komplet, qolip, yetkazib berish, kompressor, chekich press bosmalari bilan.
Yetkazib berish deganda faqat jo'natib berish emas, olib borib o'rnatib berish, to'g'rimi? Yo'q, jo'natib beramiz, vaqtga qarab turib. Masalan, o'zimizga yaqinroq joylar bo'lsa, biz olib borib o'rnatib nonni chiqazib berib kelamiz. Uzoqroq joy voha bo'lsa, taraflar bo'lsa, ularga kargo orqali, o'zimizning mashinalar orqali jo'natib, o'zimizning bolalar o'rnatib beradi uni. tushunarli. Buni nima farqi bor bu bilan? Xo'sh. Bu hozir bu zakaz asosida buni klientga tayyorlab qo'yganmiz. O'zi bu asli, buni ham ramasi katta, doska 110 bo'ladi, narigalarda 120 bo'ladi. Aksariyat apparatda 90 bo'ladi. Biz buni shu pul yengilroq varianti, unga nisbatan lekin silindr bir xil, zakaz asosida buni ham 2 kilogacha nonlarni bemalol yasaydi. Diametri 35 gacha sig'adi, doskani shunga qarab kattalashtirganmiz. O'zi asli buni arzonchiroq variantida mana bunaqa silindr bo'ladi. Mana kattaligini ko'rsangiz bo'ladi. Mana Bir-biriga solishtirsangiz, ha shunaqa. Ko'pchilik narxi turishi bir xil-ku deydi, narxi har xil deydi. Zakaz asosida qilib beraveramiz. Arzonchiroq variantlari ham bor. Bu ikkoviga mana ikkita klapan, ikkita filtr qilib berganmiz. Ikkovi ham alohida rejimda ishlaydi. Chekish bosadi, ko'taradi, qolib qancha minut bo'lsa ushlab turadi daqiqasiga qarab. Zo'r. Bu ham xuddi o'sha programmasi o'zini o'zi sentrni yangilaydi. Hamma apparatlar shunaqa. Hammasi shunaqa. Bularning hammasi zakazga ketyapti, to'g'rimi? Hammasi bular egalari bor. Bugun syomkadan chiqib ketadi. Buni necha pul qilib berasiz? Buni kelishib, bularda aniq narxi yo'q. Bizda standart narxi $600 dan $1600 bor. Qolganini holatga qarab. Silindrlar misol uchun nonini grammi 400 gram, 500 gram bo'lsa, shunga qarab o'ziga mos qo'yib beramiz. Biz klientni hamma doim dogovordan oldin so'raymiz. Qancha grammli non chiqarasan? Shu nonga qarab turib, biz o'zini yasaydigan, chiqarib beradigan apparat tavsiya qilamiz. Zo'r. Hammasini komplektida qoliplarni beradi. Hammasida komplektda qolip, kompressor agar kompressor bilan qolip olishmasa, deylik o'zlarida oldin bo'lgan bo'lsa, eski apparat ishlatishgan bo'lsa, ularni minus qilib tashlab, pulini yengillatib beraveramiz. Zo'r. Bu yana ekonomik. Ha, bu ekonomik. Bunda bir xil rejimda bo'ladi. Silindr, bitta klapan hammasida bor, filtr bilan. Bu ham tayyor apparat. Nech bu? Buni qolip kompressor bilan $600 qilib beramiz. Mana olasiz, bu sentrdan qochish jarayonini ko'rsangiz bo'ladi. Ki aylanishda ham misol uchun apparatni ishlatganlar o'zi ko'p biladi. Mana so'ntir top bo'ldi. Mana har bittasi qanday. Mana bu yoqqa bu endi qolib qotiriladi, hozir qolib qotirmadik. Endi sentrda qochirib qo'ydik, mana bu sentr qoch, to'g'rimi? Qo'shdi. Qanchada topishgan? Hozir o'sha ikkitadan ikki topadi. Mana birinchi ko'rik ketdi. Hop, Ha, o'sha sentrda. gap yo'q. Deb topmadi. Mana shu holatda hamma apparatlarimiz ishlayveradi. Hammasini o'zini regulyatorlari bor. Apparat Bu yerda. non, tezligiga ulgurgan holatida sekinlatib tushiradi. Buni qancha kichraytiradi, shuncha tez bosadi. 3 sekund, 4 sekund. Masalan, soatiga kerak bo'lsa 700 ta, 800 ta. Bir tandirda o'rtacha 5 daqiqada yopib bo'ladi, yasab bo'ladi. 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi, 140 voltga ham ishlaydi. Bu tok tanlamaydi, lekin kompressorlar 200 voltdan pastga ishlamaydi. Bu kichkina nima uchun? Bu mini, bu aksariyat mana yaqinda ham Germaniyaga chiqarib yubordik. Shu anaqa yetkazib berish muammo bo'lgan davlatlarga samolyotdan uchib boradigan Udobniy davlatlarga bo'lish uchun udobniy. ekan. Ha, kilosi bir 20 kilo atrofida chiqadi. Mana bu doskasi yechiladi. Bo'ldi, bitta somkaga solib olib ketaveradi. Samolyotda bemalol olib ketishga qulay. Qo'y. Lekin puli unaqa katta rangsta qilmaydi. Sabab bunga ketgan hamma nima materiallar bunga ham ketadi. Faqat bu ixchamlashtirilgan variant. Bu ham avtomat. Xuddi shu qilgan ishni soatiga 600-700 ta nonni yasaydi. Hammasi bir xil tochkani o'zi topadi. Faqat ixcham varianti shu samolyotda olib chiqib ketishga, masalan, Misr deysizmi, Germaniyami, AQShmi, farqi yo'q. Samolyotda olib chiqib ketadi. Qancha qilib berasiz? Buni $500 qilib beramiz. Tushunarli. Kompressor bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, kompressor samolyotga bo'lmaydi. Demakki, samolyotda ketadigan yo'l kirosining puliga kompressor o'zining davlatdan olgani yaxshi tushadi. To'g'ri. Biz hamma klientga tushuntiramiz bularni. Bularda ham qolip chekishlari bo'ladi. Endi apparatlarni ko'rdik. Endi xamir qoraydigan apparatlarda ham har xillari bormi yo faqat standartmi? Bu 3 fazaga hozir Rossiyaga chiqib ketish kerak. Buni 1.1 motorligi, 1.5 motorligi, 2.2 motorliklari bor. Bu har firma Chag'dosh, Nif anaqa Super Mixer hamma turidan bor. Turkiyami bo'ladi hozir? Hammasi Turkiyaniki bo'ladi. Turkiyaniki bo'ladi, faqat firma nomlari o'zgaradi xolos. 220 ga ham 380 ga ham qilib berasiz. 220 ga ham 380 ga ham qilib beramiz. Motorli kilovatini ham shunga qarab qilib beramiz. Bu necha pul chiqadi hozir taxminan? Primenni $750 dan boshlab $1000 gacha bor. Bo'ladi. Firmasiga qarab o'zgaradi. Tushunarli. 25 kilo, 35 kilo, 50 kilo, 100 kilogacha bor. Kim bularda ko'pchilik tuzata olmaydi. Buni hamma servislari, zapchaslari o'zimizda bor. Yetkazib berasiz. Masalan, bizdan olgan, olmagan bo'lsa ham
misol uchun buzilib qolgan bo'lsa, motor qo'yib yuborgan bo'lsa, atmotkasi kuygan bo'lsa, pachniklar, reduktorlar ketgan bo'lsa, ularni ham hammasini tuzatib beramiz. Yangi holatga keltirib beramiz. Bu necha kilolik dedingiz hozir? Bu 50 kilo. 50 kilo un qoradi, 25 kilo suv, bu hammasi 75 odam. Hozir shunda necha kilodan necha kilogacha apparatlaringiz bor bunaqa? Bu 25 kilodan 100 kilogacha bor. Qilib berasizlar, ha? Hammasidan bor. Tushunarli. Endi seximizda qoliplarimizni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Qoliplarimizni xohlagan razmerda, xohlasa 3 kilolik, xohlasa 100 grammlik kulcha bo'lsin, shawarma kulchalar bo'lsin, somsaga bo'lsin, hammasidan qilib beramiz. O'zimiz yaratamiz, o'zimiz chizmalarni chizib, xohlagan gullarni tushirib beramiz. Misol komplektida qolip bor dedingiz. Men misol yana ikkita qolip qo'shtirmoqchiman sizga. Har xil nonlar chiqarsam. Necha pul qo'shilib qoladi bitta qolipga? Non razmeri qilib kattaroq patirlarga bo'lsa 400 ming so'm, kichikroq bo'lsa 300 ming so'm qo'shiladi. Zo'r, tushunarli. Samarqand nonlarni ham bemalol yasaydi. Mana ko'pchilik Samarqand nonini chiqazib bera olmaymiz deydi. Samarqand nonni qoliplari ham katta bo'ladi. Apparatni mana bunaqasidan yaxshisidan beramiz. Mana ko'p hammasiga. Mana shu bu ham Samarqandga, bu ham Samarqandga, bu ham Samarqandga. Bu Andijonga chiqib ketadi. Samarqand nonlari chiqarib berish uchun hammasi. O'zi chiqaryapti, to'g'rimi? Chiqarib kelyapti. O'sha Instagram profilimizda hammasi bor. Qo'yib boramiz. Tushunarli. Manzil Farg'ona, Bag'dodmi bu yer? Kelib, ko'rib olib ketsa ham bo'ladi. Kelib olib kelib ketsa, yo'l kirosini shunga qarab dogovor qilib arzonlatib ham beramiz. Endi kimdir borib ko'ray deydi-da. Novvoylar injiq bo'ladi juda. Xohlasa kelib olib kelsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar dastavka qilib berishadi. Endi Telegram nomerlarini yozib qo'yamiz. Telegramdan ham telefon qilsanglar ham bo'ladi. Ma'lumotlarini tashlab berasizlar. Ma'lumotlarni tashlab beramiz. Bo'lmasa Instagram profilimiz Nonchi Texnika. Kirsa bemalol bo'ladi. Hamma ma'lumotlar har kunlik chiqib ketayotgan apparatlar istoriyalarga ham qo'yiladi, postlarga ham qo'yiladi. Tushunarli va buni hamma ehtiyot qismlari o'zlarida bor. Telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin.